Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz yig'indini songa, sonni yig'indiga ko'paytirish. Ikkinchi masala. Og'ir atletika bo'yicha musobaqada sportchi bir urinishda ikkita 40 kilogramli va ikkita 25 kilogramli toshni ko'tardi. Sportchi jami necha kilogram toshni ko'targan? Ikkita 40 kilogramli 2 ko'paytirilgan 40 teng 80. Ikkita 25 kilogramli 2 ko'paytirilgan 25 teng 50. Jami necha kilogram toshni ko'targan deyapti. 80 qo'shilgan 50 teng 130. Keyingi misolimiz 3-misol. 30 qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 2. 30 qo'shilgan 40 ko'paytirilgan 2. 30 ga 40 ni qo'shsak 70 ko'paytirilgan 2 teng 140. Ikkinchisi 6 ko'paytirilgan 50 qo'shilgan 30. 6 ko'paytirilgan 50 qo'shilgan 30 teng 6 ko'paytirilgan 50 qo'shilgan 30 80 ga teng. 6 ga 80 ni ko'paytirsak 480. Keyingisi 8-masala. Sarvar, Azamat va Shuhratjonlarning har biri 30 tadan tut va 40 tadan terak ko'chatini ekishdi. Ular jami nechta ko'chat o'tkazishgan? Sarvar, Azamat va Shuhratjon 30 tadan ko'chat ekishgan. 3 ko'paytirilgan 30. 3 kishi birgalikda 90 ta tut ko'chatini ekishgan. 40 tadan terak ko'chatini ekishdi. 3 ko'paytirilgan 40 teng 120. Uchovi bo'lib nechta ko'chat ekishgan deyapti. 120 qo'shilgan 90 teng 210 ta ko'chat ekishgan. 20 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 23 ko'rinishdagi ifodalar. Ikkinchi misolimiz 14 ko'paytirilgan 2 teng 28 ga teng bo'ladi. Ikkinchisi 15 ko'paytirilgan 4 bu teng bo'ladi 60 ga. Uchinchi masalamiz Dilbar kuniga 6 sahifadan kitob o'qidi. 14 kun o'qigandan so'ng kitobning 12 sahifasi qoldi. Kitob necha sahifadan iborat? o'n 14 ko'paytirilgan 6 teng 6 kara 4 24 ni 4 2 yo'qda 6 kara 1 6 2 ni qo'shsak 84 sahifani o'qidi. Davomi 12 sahifa ortib qoldi deyapti. 84 qo'shilgan 12 teng umumiy 96 sahifadan iborat ekan. Keyingi masalamiz 7-masala. 61 ko'paytirilgan 3. 61 ko'paytirilgan 3 teng 3 ni 1 ga ko'paytirsak 3, 3 ni 6 ga ko'paytirsak 18. 183. Ikkinchisi
2 ko'paytirilgan 33. 2 ko'paytirilgan 33 teng 2 ni 3 ko'paytirsak 6, 2 ni 3 ko'paytirsak 6, 66. 8-chi masalamiz. Quyonlar uchun 5 kg sabzi keltirildi. 13 ta quyonning har biriga 4 tadan sabzi beriladi. Agar har bir kilogramda 11 tadan sabzi bo'lsa, necha dona ortib qoldi? 13 ko'paytirilgan 4 teng 52 ta sabzi beriladi ekan. 5 kg sabzi olingan, 52 minus 11 ta sabzi ortib qoldi, 11 teng 41 degan javob qoladi. Yig'indini songa bo'lish. Birinchi o'ramda 30 metr, ikkinchisi 24 metr gazlama bor. Agar bitta ko'ylak uchun 3 metr gazlama sarflansa, ikkala o'ramdagi jam gazlamada nechta ko'ylak tikish mumkin? Birinchi o'ramda 30 metr, ikkinchisida 24 metr. 30 qo'shilgan 24 teng 54 metr gazlamamiz bor. 3 metrdan bitta ko'ylak chiqarilsa, 54 bo'lingan 3 teng 18. 54 metr gazlamadan 18 ta ko'ylak chiqar ekan. Yettinchi masala. 120 ayrilgan 80 bo'lingan 2. 120 ayrilgan 80 bo'lingan 2 teng 120 dan 80 ni ayirsak 40 bo'lingan 2 teng 20 degan javob qoladi. Qirq ikki bo'lingan 3, 72 bo'lingan 4 ko'rinishdagi ifodalar. Mavzuyimizdan. 3-chi masala. To'g'ri to'rtburchakning perimetri 82 cm, bo'yi 22 cm bo'lsa, enining uzunligini toping. To'rtburchagimiz perimetri 82 cm. Eni 22 cm. Perimetrini topish uchun 2 ko'paytirilgan a qo'shilgan b. Bu yerda 22a, bu yerda b ni topishimiz kerak. Perimetrimiz 82 teng 2 ko'paytirilgan 22 qo'shilgan b. 82 ni 2 ga bo'lsak 41. 22 qo'shilgan b. B teng 41 minus 22. B teng 19 ga teng. Eni 19 cm ga teng ekan. To'rtinchi misolimiz 51 bo'lingan 3 qo'shilgan 72. 51 bo'lingan 3 qo'shilgan 72 teng 51 ni 3 ga bo'lsak 17 qo'shilgan 72. 17 ga 72 ni qo'shsak 89.
Ikkinchisi 64 bo'lingan 4 qo'shilgan 68. 64 bo'lingan 4 qo'shilgan 68 teng 64 ni 4 ga bo'lsak 16 qo'shilgan 68 teng 8 ga 6 ni qo'shsak 14 ni 4 bir yoqda, 6 ga 1 ni qo'shsak 7, bir yoqdagi bilan 8. 84 degan javob chiqadi ekan. 7-chi masalamiz 45 bo'lingan 3 hisoblanyapti. 45 ni 3 ga bo'lsak 15. Ikkinchisi 51 bo'lingan 3. 51 ni 3 ga bo'lsak 17. 48 bo'lingan 4 teng 12 degan javob qoladi. Shu bilan bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi.